Mana qalamchani nomiga karnivinga botiramiz va perlitga 2-3 sm tiqib qo'yamiz. Bugun mana shu ikkita stand-up so'si va filodendronni perlitda qalamcha qilamiz. Hozir birinchi o'rinda qalamcha uchun kerakli shoxlarni kesib olamiz. Har qanaqa o'simlikda shoxini uchidan, ya'ni mana shu o'sish nuqtasidan eng zo'r qalamcha chiqadi. Hozir 5 ta o'sish nuqtasini kesib olamiz. Mana 15 ta qalamchani kesib oldik. O'zi hamma chirmashib o'sadigan aroidlarda uxlab yotgan ildiz kurtelari bo'ladi. Har bir bargi oldida. Ayni shu joy bilan kesib olish kerak va ayni shu joy bilan ekish kerak. Endi qalamchamizni tagidagi ortiqcha barglarni kesib tashlaymiz va qalamchamizni 20-30 daqiqa quritamiz. Kesilgan joyi albatta qurish kerak. Qalamchamizni kesilgan joyi quridi, endi biz bularni ekamiz. Mana perlitimiz tayyor. Mana qalamchani olamiz, nomiga karnivinga botiramiz, ildiz chiqadigan joyini va perlitga 2-3 sm tiqib qo'yamiz. Juda ham oson. Yana bir marta ko'rsataman. Mana qalamchamizni olamiz. Shu ildiz chiqadigan joyini, mana uxlayotgan ildiz kurtegini karnivinga nomiga botiramiz va perlitga tiqib qo'yamiz. Mana qalamchalarimizni ekib bo'ldik. Endi biz bularni yaxshilab sug'oramiz. Perlitni hamma joyini namlash kerak. Tagidan suv chiqquncha yaxshilab suv quyinglar. Suvni ayamanglar. Endi qalamchalarimizni teplichka qilib qo'yamiz, ya'ni salofan paketi ichiga solib qo'yamiz. Qalamchalarimiz teplichkada kamida 20 kun turish kerak. Keyin chiqarib qo'ysanglar bo'ladi. Do'stlar, albatta kanalimizga obuna bo'linglar. Xudo xolasa men sizlarga keyingi qadamlarni va natijalarini albatta ko'rsatib boraman. Va mavzu bo'yicha qanaqadir savollar bo'lsa, izohda yozinglar, javob beraman.